Maduro va xotini ushlangan tun hikoyaning tugashini sun'iy intellekt film qildi. Maduro va xotini Siliyaning ozodlikdagi oxirgi tunini sun'iy intellekt kinolashtirdi. Unda nozik emotsiyalar, tezlik va drama tasvirlangan. Oxiri mavhum, lekin sirli ishora bilan tugatilgan. Target confirmed inside residence. Sokin tunda tom ayvoniga chiqib ichimlik icharkan, Maduroga uzoqdan vertolyotlar ovozi eshitila boshlaydi. Kadrda uning barmoqlari bilinar-bilinmas qaltirashi, yuz ifodasi tundlashishi ko'rsatiladi. Ammo xotini oldiga kelarkan, yana sokin qolishadi. Copy. Maintain altitude. Godspeed. Let's do it. Tramp esa bu paytda qora limuzinda o'tirib, tezda vazifaga kirishing buyrug'ini berarkan, Maduroning qo'lidagi stakani og'ziga yetib bormasdan uning qarorgohiga kichik raketa tushadi. Fence breached. Aynan mana shu Maduroning uyi pastidagi yashirin tunneldan qochish sahnasi rus askari yo'l ko'rsatishi bilan tasvirlanadi. Ammo ular oxirgi eshikka yetganlarida Amerika askarlari Rusni qurolini ko'tarishga ulgurmasidan otishadi. Bir necha daqiqadan keyin esa Maduro ko'zi boylangan, qo'liga toza suv tutqazilgan holatda samolyotda ketardi. Xavf kelishini oldindan bilganlik, yashirincha qochishga chora ko'rilgani, rus qo'riqchilari va ichimlikdan toza suvga o'tish kadrlari hammasi ishora. Ayniqsa endi Maduroning kelajagi mavhumligi, ko'zi bog'lanishi bilan mohirona tasvirlangan. Eng so'nggi va qiziqarli ma'lumotlarni Qisqa News'ning YouTube kanalida kuzatib boring.